Hamma uy bekalarining problemalaridan biri bu oshxonadagi dog' sochiqlar. Bunga bizaga kislorodli eko parashok Aquamarine yordamga keladi. Tog'oraga sochiqni solib, ustidan 2 osh qoshiq Aquamarineni solib, qaynab turgan suv quyamiz. Shunaqa reaksiyaga kirishishi kerak bo'ladi. Va biza uyda ko'pincha qora choy ichganligimiz sababli choynagim shunaqa achinarli ahvolda bo'ladi. Bunga ham yechim Aquamarine parashogini tanladim. Qani bir sinab ko'raychi dedim. Aquamarineni qo'yib, ustidan qaynagan suv qo'yib va qopqog'ini ham yopib qo'ydim. Biqillab mana shunaqa sostoyaniyaga keladi. Bu choynagimda chunki oddiy parashokli sredstvolarda ketmaydi bunaqa chirki. Qarasam shunaqa yaltirab chiqdi. Qani bir sochig'imni ham tekshirdim, sochiqlarimdan ham hamma dog'lari ketibdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Mana choynagim ham suvlaridan to'kib oldim. Ko'rishinglar mumkin, suvlari shunaqa choyi rangidan bo'lib qolgan. Choynagimning orqalari ham top-toza bo'ldi. Endi choynagimni oqar suvda yaxshilab yuvib oldim. Bu choynaklarda nima qilish kerak? Maza qilib endi choylarni iste'mol qilish kerak, ichish kerak.